BMW'ning eng mo'shni, eng tez va eng derskiy krossoveri gibridli XM. Ushbu avtomobil juda agressiv va noyob dizaynga ega. Firmenli burun teshiklari 50% ga kichkinalashtirilgan va neon podsvetka bilan jihozlangan. Kapotning ostida esa yangi 4.4 litrli dvigatel jihozlangan. Maksimal quvvati 483 ot kuchi. Lekin bu hammasi emas. Elektromotor bilan birgalikda mashinaning maksimal quvvati esa 644 ot kuchi. Maksimal tezligi 250 km/s. Rasxodi esa 100 km ga 1.6 litr. Ishonish qiyin, lekin bu rost. Avtomobilni 0 dan 100 gacha tezlashishi esa 4.3 soniya. Orqa o'rindiqlarni BMW dagilar M-Lounge deb aytishadi va salonning eng qiziqarli funksiyasi bu patolog. Bundan tashqari patolog full alkantaradan qilingan. Buni boshqarganingizda yokida yo'lovchi bo'lib ketganingizda samolyotda yurgandek bo'lasiz. Glushitellar joylashishi ham juda ham ajoyib qaror. Gibrid bo'lishiga qaramay, mashina BMW avtomobillar kabi ovoz chiqaradi. BMW XM to'liq boshqariladigan shassi bilan jihozlangan. Orqa g'ildiraklar 2,5 gradusgacha qayrila oladi. Shunday qilib, mashina juda mo'shni, ajoyib va agressiv chiqqan. Narxi esa $232 ming. Sog' bo'linglar.